Eng yaxshi yo'li shu. Uydan ketmoqchimisan? Ko'zingni kattaroq och. U senga hech kim emas. Axir u bilan butunlay begonasizlar. Uni shu ahvolga o'zingiz olib kelgansiz, oyi. Aynan sizni deb uni oldidan uzoqlasha olmayapman, oyi. Xo'sh, men nima qilibman? Uni otasini barcha istaklariga rozilik berardingiz. Qamalib qolgandan keyin qish ekanligiga qaramay, bechora qizni ko'chaga qo'ygansiz. Nima buni unutdingizmi, oyi? Ha? Menga quloq sol. Seni o'stirishim kerak edi. Tirik qolishim kerak edi. O'zingizni oqlab o'tirmang. Shunchaki unga azob berardingiz-ku. Junso. Kerak emas. Junso. Junso. Sensiz o'lib qolaman, o'g'lim. Junso. Jin ursin o'sha qizni. La'natga uchragur. Bugungi kun yangiliklari. Nojondonda oxirgi vaqtlar ko'plab qizlar vafot etmoqda. Jabrlanuvchilarning ko'pchiligi o'limidan biroz muddat avval ularni qandaydir odamlar ta'qib qilib yurgani haqida gapirishgan. Bu seriyali qotilliklar bo'lishi ham mumkin. Ob-havo yangiliklari. Bu hafta kunlar juda ham issiq bo'ladi. Xo'sh, birin-ketin chiqishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Menga qara, qahvaxonadagi qizni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Jonon ekan-a? Ha, Mabudani o'zi. Yur yaqinroqdan qaraymiz-a? Ha, mayli, qani ketdik. Buyurtmangiz. Kechirasiz, xonim. Yigitingiz bormi? Ha. Balki uni tanlarsiz-a? Yaxshi bola-yu. Oy, nima deganing bu? Bo'ylari balangina. Qani tur. Oy, qo'ysang-chi, bu nimasi? Afsus. Meni yigitim baribir yaxshiroq. Ha. Mayli, tushundim. Minnatdorman. Biror nima kerak bo'lsa chaqirarsiz. Mayli. Har doimgidek. Faqat erkaklar kelyapti. Yigitingiz bormi? Ha,